to'kilib ham ketadi. Nexus 3 Cobalt Gentra mashinalarida ko'pincha bo'ladigan holat, birarda skorga umuman tushmay qoladi, birarda yaxshi tushadi. Bu nimadanligini hozir ko'rsatib o'taman. Asosan bu narsa perdoydan bo'ladi. Ko'pchilik karzinkada bo'ylaydi, karzinkadan bo'lmaydi. Mabodo karzinkadan bo'ladigan bo'lsa, karzinkani aybi postoyanno skorga tushmay qo'yadi. Xuddi o'sha narsa karzinkadan bo'ladi. Agarda birarda tushmasa, bu narsa perdoydan bo'ladi. Sababi mana bu perdoy prujinalari ko'tarilib qoladi. Ko'rib turibsizlar, ancha yilib ketgan hamda mana shu joydan shunday ko'tarilib qoladi. Bu ko'tarilib qolganda nima bo'ladi? Mana bu karzinkani chekkasiga tiralib qoladi. Spleni bosganda motordan korobkani ajratmaydi. Prujina tiralib qolganligi sababidan to'kilib ham ketadi. Xuddi shunaqa qoladi, shaqqilab ham qoladi. Xullas kalom, mabodo sizlarda ham xuddi shunaqa skorga birarda tushmay qolsa, bemalol korobkani tushirib, karzinka perdoy, vijimnoy bilan yangi qo'yib yuborsalaring, spleni ancha yumshoq bo'ladi. Tortishiga ancha daxl qiladi. Xudo xolasa bu video Nexus 3 Cobalt bor, Gentrasi bor akalarga sekin tashlab qo'yamiz.